Assalomu alaykum hammaga. Elektrotritsikl yuk tashishga mo'ljallangan gruzovoy elektrotritsikl o'zgartirishlar kiritilgan. Ruschasiga aytganda zadniy podveska orqa qismida tiyagalar o'zgartirilgan, prujina qo'yilgan. Agar yuk ortilsa, agar bu temirchi kelib resorga o'tiradi. Oldingiday yukka mo'ljallangan bo'lib ketaveradi. Oddiy yurishga mashinada yengil, bunday sakramasdan yaxshi yuradi. Xo'sh, oldingi qismi ham o'zgartirilgan. Bu ko'pgina odamlar shunday muammoga duch kelishadi. Qanday tushuntirsam, ko'pgina odamlar shunday holatga tushgan. Burilishda sal yuqori tezlikda kelayotgan paytida burilganda yonga qarab DTP avariya bo'ladi-da, chapa bo'ladi bu narsa. Bu holatga xuddi mashinaday tez kelsa ham, yengil kelsa ham spokойно поворот qilib ag'anab ketishdan, chapa bo'lishdan xavotir qilmasdan o'tib ketsa bo'ladi. Bu oddiy metallomga izdivat qiladigan narsalardan yasalgan narsa. Unday qimmatga tushmaydi. Keyin bu faralar ham o'zgartirilgan. Ko'p odamlar shunday nimaga tushadi. Faralari past bo'lganligi uchun qarshidan kelayotgan mashina bilishni qilmaydi. Dalniy svet bilan ko'zni qamashtirib unday yurib ketishga xalaqit beradi. Va o'zimda shunday muammo bo'lgandi. Yo'lni chetiga chiqib turardim. O'sha mashina o'tib ketmasa agar haydolmasdim, hech narsa ko'rinmasdi. Keyin mana bu ikkita yuqoridagini qo'ygandan keyin yaxshi bo'ldi. Keyinchalik ближний faralar qilib mana buni ikkovini linzali kesilgan chiroqlarni qo'yib, bu ikkita yuqoridagini dalniy faralarni o'rniga ishlatadigan bo'ldim. Kerak bo'lgan payti prosta bir yoqib o'chiraman, bo'ldi. Qarshidan kelayotgan dalniy fara avtomatik o'zi o'chirib, hurmatingizni joyiga qo'yib ketadi. Oldingi qismi bunga o'xshagan uch g'ildirakligi qaraganda ancha qulay, ancha yumshoq, notex yo'llarga ham xuddi mashinaday o'zini ushlab tekis, yumshoq harakatlanasizda. Bunga hozir miya, motorni bir nimasini qo'yib qo'yish kerak. Agar bu motor tushmasa, agar mana bu yerda bitta motor bor.
shuni qo'yamiz. Mana shu narsa. Bunga qarab 1 tonnagacha yaqin yuk ortganman. Aytganchalik mana bu dvijokı yo'lda biron aytaylik uydan uzoqroq joyda agar akkumulyator zaryadkasi o'tirib qolsa agar bemalol yoqib uyingizgachami yo kerakli manzilga yetib borishingiz mumkin. Hozir menda bu yer zaynat bo'lgani uchun bu ichkarida hamma joy to'la instrument ustachilik bilan shug'ullanaman. Mana bu yaqinda litiy железо fosfat akkumulyator oldim. Shuning uchun ko'pchilik qiladiganday akkumulyatorni salonga olib, dvijokni akkumulyatorni joyiga qo'yishga variant yo'q edi. Shuning uchun joyini o'sha yerga topib qo'ydik. Hech nimaga xalaqit bermaydi. Salonning ichiga ovozi ham past. Damas'ni amortizatorlari, prujinlar Tiko, дополнительный oldingi sovetskiy mototsikllaridan topganim mana bu prujinalar. Ular yuk og'irlik qilganda ishlab, keyinchalik yuk haqiqatan ham normadan oshadigan bo'lsa agar mana bular kelib shunday resorni ustiga o'tiradi-yu. Ketdik shu bilan. 3 litrlik bak, dvijok 5 kilovat deganini bilmadim, 5 kilovat beradimi yo'qmi? Universalniy miya 48 voltdan to 72 voltgacha kuchlanish berib, akkumulyatorga zaryad berib yetib borasiz qayerga bo'lmasa. Dvijokning rasxodi taxminan soatiga 1 litrmi? Shu sal ko'p yo sal kam. Yurayotgan yo'lga qarab, tepalikmi, pastlikka qarabmi yo tekis yo'lmi, o'shanga qarab ozgina farq qiladi. Bu taxminan 1 litr. Videoni tagiga telefon nomerini qoldiraman. Biror bir maslahat yo nima kerak bo'lsa agar murojaat qilaverasizlar.